Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar. Yuksalish uz kanalining ashaddiy muxlislari, biz mana Andijon viloyati, Andijon shahri mebellar markazidan sizlar uchun oshxona mebellarini obzor qilgani yetib kelganmiz. Bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lmagan inson obuna bo'lishni unutmaymiz. Xudo xohlasa videoni kuzatib o'tiring. Eng arzon va sifatli oshxona mebellar bizda. Arzon deganimiz sababi mana ko'rib turibsizlar, juda ham arzon. Shu oshxona mebelimiz razmeri 3 metr, bo'yni balandligi 220 sm. Şu turishi paganometr emas, shu turishi 3 million 600 ming so'm. Xo'p, bunimiz razmeriga keladigan bo'lsa 240, bo'yni balandligi 220. Shu turishi 2 million 600 ming so'm. Bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lgan odamga faqat. Xo'p, endi bu joyimizga, endi bu rossiyskiy laminat, endi menga akrilligi kerak deydiganlarga mana akril materialli bo'lgan 1.8 qalinlikda chekalari plastmassa po'g'i, osha-moshalari vakuum. Shu turishi mana akril material. Hop, bularimiz razmeri 240, bo'yni balandligi 225 sm. Shu turishini 3 million so'm qilib beramiz do'stlar. Bittadan like bosib qo'ygan odamga, kanalga obuna bo'lganga. Hop, 3 million so'm shu turishi. Orqalari granit kafel, stol usti rossiyskiy stalishingiz. Taxtakachi qilib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Gazda qaynagan narsa mo'ykalarini qo'yib ber desa, mana bunaqa mo'ykalarni ham qo'yib beramiz. Endi eng asosiysi bitta Yuksalish uz kanalimizga bitta bonusga bitta o'zimizni obunachilarimizdan bittasiga mana shu oshxona mebelini nima desak bo'ladi? Podarka, surpriz qilib tarqatib beramiz. Xudo xolisa, faqat shu videoga kommentariya chiroyli yozib ketgan. Kommentariyadan aniqlaymiz buni egasini, g'olibini. Razmeri 1.20, 2 metrlik narsamizni bitta Yuksalish operator berib qo'ysangiz, to'liqroq ko'rsatib beramiz. 1.20 ga 2 metrlik balandligida shuni bitta Yuksalish uz kanalining podpischisiga sovg'a qilamiz. Faqat kommentariyada aniqlaymiz. Kommentariyada yaxshi so'z qoldirgan insonga albatta shu oshxona mebelimizni dastavka uстановкасы va faqat andijonlik bo'lsa olib borib o'rnatib beramiz. Mana high-tech fasonda oshxona mebelimiz ham juda chiroyli, ranglari ham bir-biriga uyg'unlashgan, juda chiroyli, odamni o'ziga jalb etadigan hamda undan tashqari mexanizmlari ham juda chiroyli narsa bo'lgan mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda qoshiq, vilka va hokazo shunga o'xshagan narsalar solishlaringiz ham mumkin. Mana ko'rib turibsizlar. Mana orqalari granit 1.20 ga 60 sm. Stalishinsasi 5 yil garantiya beramiz. 4 sm ishimaydi, gazda qaynagan narsa qo'ysa hech narsa bo'lmaydi. Chekalari plastmassa PVH stanoyda bosilgan. Qo'yib o'zini o'zi yopaveradigan narsa bo'lgan. Mo'yka, smesитель, sushulka mana ko'rib turganlarda chiroyli holatda bo'lgan. Mana qo'yib bu ham o'zini o'zi yopib boradi. Bularimizni bir pagina metrini 3 million so'mdan tayyorlayapmiz. Ekran tagida telefon raqamimiz turibdi. Bemalol aloqaga chiqsanglar, Yuksalish uzdan chiqdim desanglar, yanada kelishtirib beramiz. Xo'p, endi bu unimiz telefonli poson so'raganlarga, mana bunaqa neobishniy, barni istoki so'raganlarimizga bularimizni shu turish emas, bir pagina metrini 2 million 200 ming so'mdan tayyorlayapmiz. Bittadan like bosib qo'yasizlar. Endi yana ham bitta go'zal, chiroyli holatda qilgan ishimiz bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Bunaqa rang bozorda yo'q. Bemalol kelishingiz mumkin, ko'rishingiz mumkin. Mana chiroqlarni ham yoqib qo'ygan. Rang ham endi qimmatbaho akrilda bo'lgan. Ancha-muncha odam ishlata olmaydi bu narsani. Yo'q. Ha, fasonlari ham mana ko'rib turganingizdek juda chiroyli mana. Profil oynalari qo'yilgan. Bu yerda mana vitishkalari hammasi sensorli bo'ladi. To'kkunasi ishlaydi, gazi, mana tortmalari ham hammasi juda boshqachada. Endi misol insonga o'ziga tortadigan narsa mana ko'rishingiz. Rollari ham vakuumli. Mo'ykasi, smesitelari bor. Kimdir gaz balon yoki shunaqa va hokazo shunga o'xshagan narsasini qo'ysa, polkalari ham olinib oladi. Bemalol. Eng asosiysini ko'rsating, operatorni ichini chuqurligini ko'ring mana. Qancha narsangizni yeb yutadi. Mana. Kargolar ham mana mana bosib qo'ygan. Yo'q, va hokazo, picham shunaqa narsalar qo'yish uchun kargolarimiz ham qo'yilib qo'ygan. Endi buning narxi qiziq deganlarga, hop, bir pagina metrini shularni 2,5 million so'mdan tayyorlaymiz. Bir pagina metri 2,5 million so'm. Ichida mo'yka, smesитель, hop, bu kargosini ham bonus qilib beraman. 2,5 million so'mdan qilib beramiz. Albatta Yuksalish uz kanallar chiqdim deydigan bo'lsanglar. Endi high-tech fasonda arzonroqini variant ko'rsat desanglar, mana bunimiz tayyor holatda turibdi. Hop, bularimizni bir pagina metrini, hop 2 million 600 ming so'mdan tayyorlaymiz. Bo'ylari balandligi 260 sm, uzunligi
bir pakana berib ketaveradi. Bir pakana beradi shunday. O ichida mo'ka, semistitel, sushulkalari va granit kafelar, vodiy bo'ylab dastavkalari ichida. Bu faqat yuksalishdan chiqdim deganlarga. Hop, yuksalishni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolisa yangi videolar qo'yib boramiz. Sizlardan bittadan like so'rab qolamiz. Salomat bo'ling.